Kobalti bor bolalar. Nima gap, Joni? Tinch, shu bitta narsaga hayron qolaman-da. Uyingda ma'lumingmi, nimaga Cobalt yuribsan? Yana kamiga bunga 1 dunyo rasvot qilgansan. Buni puliga bitta tax olib minsang bo'lmaydimi? Mana qarasam, Malibu'ing bo'lganmi? Yo'q. Cobaltingchi? Yo'q. Bu qiymoqqa qilinib qilyapsan bunda? To'g'ri. Men aylantirib kelaman undan. Yur. Jonni bilasanmi nima uchun men bu mashinada ko'p ko'chada yurayman? Yo'q. Hozir ko'rasan. Ketdikmi yigitlar? Zokur. Ko'rdingmi jonni? Bunaqa mashin bilan yurganda qizlarga gapirish umuman kerak emas. Prosta yonga borib to'xtaysan, mashina o'zi gaplashadi qizlar bilan. Bu degani tayyor oshsaga degani, bunday to'g'riladi degani. Buni prosta chaynab yutish kerak. Ketdikmi? To'xta jonim, men mashinani o'zingdan nariroq olib qo'y. O nimaga? Prosta g'altak yonida meni jonim neudobno turibdi-da, tushunsanmi? Bu videoni Cobalti bor bachalar yuborib qo'yinglar. Aytgancha ikkinchi qism qanaqa mashin bilan bo'lsin. Davay. Tila nagulat ang mga talukat ng mga palagkuwang sumulat, mga inungkat